Selamünaleyküm. Uyghur biz topuduk barlıq aziz qarindaşlar. Selamünaleyküm. Ahmet Acıka. Qanday olыңыз, yaxshimi? Ya atdi endi qopab shu Mehmetçi Raşid akamningki gapini qilib, yana shu boshlabsizlar. Ha, bo'ldi qilsanglar bo'ldi hamda ham sizning nazaringizda, sizning oldingizda e'tibori bo'lmasa, ha boshqa qarindoshlarimizning oldida e'tibori bor bu odamning. Ham siz uni o'zingizning maydonida ching turib olib, shu uni o'tirga chiqib vaqirab, uni xapolab, buningga xapolab, ish topgandan bo'ldi qilsangiz bo'lmamdi buni atdeganda chiqarib sizlar o'tirga. Qo'yinglar, boshqa ishimiz yo'q bizning bu bo'ldi. Shaxslarning ustidagi mushu g'iybat shikoyat, ha uningga bo'lgan ko'z qarashlarimizni bakjiq deb ketmasakmi bo'ldi. Hamda hozir mesela bir sürü qildigan ishimiz bor. O'zimizning ishni qilsak bo'pti ekan. Faqat bo'lmadi bu. Bu nima degan bu adabsizlik ulab qoldi ya bu. Qo'yinglar. Sizlar mening so'zimning g'aybat shikoyat ekanligini qandaq tashxis qildilar, qandaq diagnoz qo'ydilar, qandaq hukm qildilar? Mening so'zlarim bir-birining qimmatli to'g'ri so'zlar. Dur balkim, sizchi balkim, mencha rost. Qandaq bildilar mening so'zlarimning g'aybat shikoyat ekanligini? Sizning boshqa ishlarimiz bor deylar. Sizning qaysi bir boshqa ishlarini men to'sdim yoki biz to'sdiq? Mush maydonda sizlarning shu nima gaplarini qilishlariga men to'sqinlik qildimki, sizlar degan unmaydiganligini men unmaydiganligini men davatmanga desizlar, bu top sizlar uchun davatmanga men so'zlasizlar davatmanga. Sizlar kimiki, kim sizlarki mening so'zimni demigan to'xtatgan deb mening irodamga hukm qiladiganga men qarasizlar, hech bo'lmaganda sizlar meni o'zlaridan 1 santim ustim tutsizlar aqlda. Bu adamga men o'g'irliqqa yerda emas desizlar. Bizda bir gap bor ko'nlarda, ikki ishdan ortiq yutgan deb. Aqlni qo'yib turaylik. Yeshim e'tibori bilan sizlardan ikki ishdan men ortiq yutgan. Mushuni anqirib tushunolmaylar. O'zlarini yana menga nasihat qiladigan, mening irodamga hukm qiladigan o'ringa qo'yinglar. Uka, o yerlardan bizlar o'tib ketaylik. Sizlar emas, boshqalarning ham. Agar shu yerdan o'zimizni o'tib ketmagan bo'lsak-to'q, men birinchi bo'lib chiqdim-ku deb yugurishda sizni o'tib ketgandan keyin qag'allarga ikki qo'limizni ko'tarib birinchi bo'ldim, ganjum bo'ldim, champion bo'ldim deb qo'limizni ko'tarmaydi qo'y. Allohu akbar. Birazda o'zlarini bilsinlar. Selamünaleyküm hacımka. Bu sizga bir nasihat qildim demidim men. Ba yana atdiganda so'rab chiqibsizlar, ba gapni da'vat emas. Bu qo'yanglar da'vatimiz buni. Sizni qo'yang demidim men. Ba gapni anglatamsiz ya, yani jahillik qilyapsiz siz. Ben sizni mana shuni yan o'tirib chiqib siz qo'yang dedimmi ya, gapni angladingizmi, anglamadim. Qo'yanglar da'vatimi. Nima qilmiz bekadi? Yo'q, shu talishib bizimizdan ko'ngilni ag'ritib da'vatgan gap mayada. Başka narsa yok. Birisi chet elda Milliy qurultayning raisi bo'lib, atsa Xitoyga yalvorib xat yozsa, birisi vatanda turib, qushlar sayraydi, gullar ichildi deb xat she'r yozsa, uni beshimizga ko'tarib olsak, bu millat nega boradi, hoy, nega boradi? Sencho ma'qul, sen bo'lsangchi, men bo'lsam deb beraymi? Qilganlarining birini deb beray. Turkiya Arabistonni qilganlarini bildiganlar deb bersin. Vatanni qilganlarining birini deb beray. Yolg'on emas. 1999-yili 7-oyning 19-kuni meni ikki Xitoy bir dani mening Maytaq neft texnikumda 1973-yil 9-oydan 1976-yil 11-oyning 10-oyning 16-kunigacha 3 yil bir sinfda o'qigan saboqdishim. Aqsuning o'zidan shahrichilik. Tunyaz Aysa, hozir Maytaq saqchi idorasining saqchisi. Pensiyaga chiqqan bo'lsa kerak. Rasmini sizga aytib qo'yayman shada. Shu ishsiz kirdi. Tunyaz Aysa menga tarjimonlik bo'lib ketdi. Mening xitoychamga qarab tarjimonlikka qolmadi. Tamoman xitoycha so'zlashim Xitoy bilan o tarjimonlikning keragi bo'lmadi. O Xitoyning birisi o'zicha men tungan dedi, Maytaq saqchi idorasining boshlig'i ekan. Meni uyimdan elib, mening uyim 3-doktorxonaning oxirida. 3-doktorxonaning oldida yo'lning qarshi tarafida 2 qavatli seriq imoratga mehmonxona ekan. Shuning birinchi qavatiga kirdi. Shu yer degan gaplarining birini deb beray. Aynan dedim, agar mush gapim yolg'on bo'lsa, men dinsiz bo'lib ketay, kafir bo'lib ketay. Agar gapim rost bo'lsa, ishonmaganlar kafir bo'lib ketsin, dinsiz bo'lib ketsin. Men aynan shunday dedim. O'rta Osiyo jumhuriyatlari mustaqil bo'ldi. Ular biz bilan bir qon, til,
Her narsada bir. Ular mustaqil bo'lgan ekan, Uyg'ur millatining ashladek mustaqil bo'lsak ekan deb arzu qilishi bu tabiiy ahvol. Bu jinoyat emas dedim. Bu sizlarning qonunlaringizda jinoyat emas. Ama şu ko'nglidagi şu arzuni amaliyotga bir harakatga o'rgan vaqtida sizlarning qonuningizda jinoyat bo'ladi. O'cha sizlar tadbirni olasizlar dedim. Uyg'ur millati mustaqillik istamaydi dedim. Uyg'ur millatiga kishi beshiga 100 Amerika dollaridan oylik bersanglar, hech kim hech nima qilmaysizlar qarshi. Jimjit bo'ladi desam, shundaqdimi yana chiqadi undaqlar deydi bir Xitoy. Soqchilarga boshliq emas, yana bir yendiki Xitoy shunday deydi. Gap qilmadim. Lekin men dedim, qo'yinglar dedim. Pasportni attiganda basi kashni beringlar pasportni. Chiqarib chet elga dedim. Hammasi chet elda pul topmoq oson. Dunyoning har yerlariga pul tepib, urug' tuqqanlarni boqidi. Hozir attigani kash ishlasa, 80 ko'yga ishlasa, 100 ko'yga ishlasa, u ishni topolmasa, bir yoqdan ocharchilik, bir yoqdan kambag'alchilik, bir yoqdan qarshi atrofidagi jumhuriyatdan mustaqil bo'lgan ekan, o'ylamamdi bunchalik o'yna. Kelinglar, Xinjianglikniki. Hech bir dunyoda, hech bir davlat Menlar yaşayman başka ırkını, başka milleti kirgizmeymen demeydi. Bütün dünya aralışıp gitti. Şinjanmış şu. Şinjanlıkını. Kelinglar, Xansu, Uyg'ur, Tungan, Qozaq hammamiz birlikte Şinjanni gullantiraylik dedim. Vallahi mushundaq dedim, billahi mushundaq dedim. Bir eg'iz gapimni yolg'on degan bo'lsam, men dindan chiqib dinsiz bo'lib ketay. Agar mening mushu gapimga ishonmaganlar bo'lsa, u dinsiz bo'lib ketsin. Sende baba bu cesaret. Mushu cesaretni o'ylab desam, mishadin saq chiqaman deydi deb o'zini mo'ltirlaydigan siyosiy aql bormi senda? Siktirler pezevenk. Ben bilen besleşilen kimsen sen? Ben bilen besleşken adam biraz da beni biliş gerek. Onun için özünü biliş gerek. Assalamu alaikum. Mao Ahmet Hacım tündeki benim gepimni anlamadım dedi. Anlamadım degeni yağan anladı. Benim gepimge pakatlam gep cevap vermedi. Ben bütün özünün gap sözlerine diyen gipini özüge qaytırıp berdim. Mesela şu Abdülhamid Salafi to'g'risidagi gap so'zlarning hammasini o'zi qaytarib berdim. Tunügünkü gapi bugungi o'xshamaydi. Hamma gap so'zlari bir-biriga qarshi, ammo shunday gap so'zlarni qilyotdi. Yana aqldan, oningdan, idrokdan gap qiladi. Hamda Xalmurat fikam bu odamni qoyil qilmaydi. Men ko'pchilikka shuni so'zlab qo'ymoqchi. Dünyada en arkada qolgan özünün qizlarini ko'milgan qabila jut-jutqa bölünüp ketgan, hattoki urug'chilikqa jamoatgacha bölünüp ketgan bir millatning ichidan Alloh taolo payg'ambar alayhisolamni chiqarib bir fazilatlik millatga aylantirgan. Payg'ambar alayhisolamning vafotidan keyin 30 yildan keyin taxminan yani Ömer'ninki halifeliginden keyin başlangan teprikçilik birbirini öldürüş gücü berip yetti. En ahırda Peygamber Aleyhisselam'ın nevirlerininki suikastlar bilen öldürülüşü bilen hukukni Haşimilerden yani Kureyş kabilesinin Haşimi cemaatinden Ümevi cemaati aldı. Onundan keyin ulardan Abbasiler tatip aldı. Abbasiler tatip algandan keyin Irak'ta yani Bağdat bir ilim-fen uçuğa aylandı bir mezgil. İnta yaxşı oldu, yaxşı taraqqiyatlar barlıq geldi. Lekin şunu nemi qildi? İşki uruş, mezhepçilik uruşlarına kirip ketiş, xurapatlık, ilim-fen qilganlarni jazolash mana mushuning bilan yo'qolib, bu ilim-fen Avropaga ko'chdi. Endi men bir şey demoqchi o'g'lim, Aşonundan keyin başlangan İslam dünyasındaki mezhepçilik, jutuvazlık, bu şu bölgünçülükünün hammasi sünnette bizning dinimizga, bizning vatanga kirib, so'piylik bilan bizning Saidiya xalliga oxirlashib, mag'lub bo'lib, munqariz bo'ldik. Endi mushundaq bir jamiyatda qaloq bir dazmolni ishlab chiqolmaydigan uyanın adamları baş padişah evladı Angliya ve Amerikalarda okup aşağı görüp hizmet kıladigan moşunda bir devlet maarifning tayin yo'q bir devlette 40 yıl yaşayan adamның sözleri, hareketi, cahilligi, mezhepçiligi mana muşta bo'ldi. Necha kundan 2 qittim mesela tekrarladı. İliliklama
Manastını ötənməydi, pəli pişmən degen nərsini meydana keltiriş arqılıq və yutvazlıqni tərgib qıvatıdı. Bunu meydana çıxırışqa biz qaç yıl ot elipla, gulculuk yani deysen go ya ililik deysen go sen munda desek bu nərsi meşədə bir nem buludu? Bir muamma olub, tügümeydiğen yani bir pişini basatıp meydana çıkıdı. Sep kötürep çıkıvatkan nesler muştak. Yani bir nesini deysler, bilesler, türmüge kirip çıkkan adam ya sarang buludu, ya ölüdü, ya birinin buludu deydi. Bu ında olsa ençenci iki kıtım ekirip soruğan, bir kıtım da soraptı, Moşu çigirden ötep ketidigan günümte äsi ötep ketime, akşamı ekirip beni sordu, undaq kıldı dedi. İki kıtımlık moşu sorakta hazır mı? Moşu sözü de şunda davatıdı, ekirip sorak kıgallıkını. Ençenci ekirip sorak kılıp keçidi koyap bege adam üyedin sak çıkamdı. Üyedin bir vaziyip almasa mümkün emez ençenci koyup emeydi. Üyedin akılın bilen çıkımen degen gep quruq gep bu. Onun aklı vaziyip tapırışır iliştin başka nersek işlemeydi üyede. Müstakillik talep kılmaydı Uygur halkı degen rasma işinime. Uyega kirgen çağda müstakillik talep kılmaydı Uygurlar unda deyişi müstakilliğinin gepini mi kılamaslık mümkün ama talep kılmaydı Uygurlar bunu oylamaydı. Sen bilen birli yaşaşına halaydı. Pullu versen biz yaşaverimiz degen gepni hazır mı devatıdı. O sakçının ençencinin aldıda tıkın mı deydi. Bu gepik işini hemen. Hazır mı devatıdı Uygurlar müstakillik talep kılmaydı. Bizge mesela erkinlik livesi buldu. Biz müstakil olmayımız degen gepni hazır mı? Xalqning qalbiga singdirish tirishibotidi. Bu orqali vatan ziminini Xitoyning ziminida bo'lib beryotidi. Biz u yerda Uyg'urlar yo'qdi, falon yo'qdi, piston yo'qdi, Uyg'ur emasdi, u yerda yashagan degan narsani targ'ib qilyotidi. Bu ash topshirilgan vazifaninki bir qismi. Shunga ming bola o'sima gap uqmaydi. Bir Gülşen Abdülkadir depti. Mehmet Cinkam toğrusda. O bütün bir milletinin kalbiden orun ağan bir şair. Onu eğer vatan milletinin ki menfaati hizmet kılışını ölçeydiğen bilsek, o ölçemkimi töşüp aşkıdak derecede ba. Gülşen Abdülkadir'nin digen gepidin, delilden birine keltirip baksın, neymiş ki Gülşen Abdülkadir şunda dedi. Meyade müşü toptaki hemme adam degen derecede hemme adam guvalık bir vatıdıkken Mehmet Raşidin'in undaq bir adam emas işkenlikiga. Yüzü Mehmet Raşidin'i bilmeydi, hem tonumaydı, uqmaydı, kerep bakmagan, o kim, nerede yaşayan, qanda adam kellikini bilmeydi. Bunundan artık muşu nime degen vaqtida muşu topta bir qalayimqan chiqirish, mushundaq munavvar odamlarimizni yerga urish, tununki deganimdek. Xalqning ichida g'ulg'uli paydo qilib kimning qandoqligini bilish, mush gap so'zlar orqali yig'ib, to'plab, uni bilish, xalqning zehnini u yoq bu yoqqa chechish. Yuqorqida tunugin degan gapimga yana bir qo'shimcha qilay. Dünya Uyg'ur qurultayini qarshi ko'tarish orqali boshqa tashkilotlarning hammasini yo'q chiqarib, pichaklashtirib, uni tiyinsiz, e'tiborsiz qilib, xalqningki e'tiborda uningga qatnashgan munavvar yaxshi odamlarni yo'q chiqarib tashlab etish. Dünya Uyg'ur qurultayining ichiga tunugingda xoin, sotqin, qotillar bobining ichida demismi ularni ayıplash orqali ular xizmat qilayotgan Erkin Sidiq va Abdulhamid Tursundak odamlarni a yo'li bilan pichaklashtirish orqali Dünya Uyg'ur qurultayini yo'q chiqarish, uni qo'lladim degan gapining hammasi bekor yog'an, uni yo'q chiqarish, mushundaq qilib Uyg'ur chet eldagi davosini yo'q chiqarish, mana ketayotgan narsa bu. Yana bak qarindoshlarimiz tunugimi deb ketdi, voy palonchika, voy pistonchika, hozirmi mushunda uqmaylam sening to'g'ri ash gapni o'nglamaylam deydi-ki.
Muşunun qarab bakıdığan bolsak, muşunundan başqa narsa emas. Bütün teşkilatlarını mana muşundaq qilib chet eldagi barliq odamning hammasini qarasangiz hozir yo'q chiqirib bo'ldi. Maqtayotgan odamlarcha naq Xitoy taraf tuğan odamlarni inqilobchi deb ko'rsatyapti. Buningki maqsad nima? Naq Xitoy taraf tuğan odamlarni inqilobchi deb ko'rsatyapti. Milliy armiyaga, hukumatga, mustaqil davlatga qarshi turgan odamni inqilobchi deydi, ammo Xitoyning qarshisi turgan odamni yaga urib yo'qotadi. Maqsad nima? Kimga xizmat qilyapti qarindoshlar? Xitoyni tillab, Xitoyning manfaatiga, Uyg'urni maqtab, Uyg'urning ziyniga harakat qilyapti. Buningdan boshqa ish yo'q. Chunki 40 yilning yoqi aşındaq bir qalaq cemiyette yaşayotgan adamның zihniyeti uyadın better halatda bulup ketidi. Özümü hayatında Xitayga qarşı turmagan, Xitaydan qo'rqib yaşap chiqib ketgan adam eğer bağandan keyin texim uyaning zaharlari singib bir qalaqliq qilib chiqqan adam necha ming qalaqliq singan adam bu. Şunlaşqan bu topda bu sözlük itibar vermey Rabia Kadir Hanım'ı yaxşı tavsiyelerini boptu. Qandaq qilsak bir nemi yo'l bilan bo'lsin vatan millat uchun xizmat qilamiz. Qandaq qilsak yaxshi ishlarni qila olamiz. Biz keltirib qo'ygan taraflar ma'vu. Hozir Amerika bo'lib Uyg'urlarki ustida irqiy qirg'inchilik ipbag'anligini e'tirof qilib dunyoga dedi. İkkili partiyanın rəhbərlikləri dedi. Onda bolsa, bu mu çekiga yetdi? Biz qanday qilamiz endi? Yanılmış izimizde, dava anıltımız deb turamdiq, ya bir ikkinchi yo'lni tutishning imkoniyati bormi? Qanday qilib hammamiz bir yerga kelib bir rəhbərlik ostida uyusha olamiz? Mushu to'g'risida biz xalq bo'lish sifatimizda buning uchun qaysi xizmatlarni qila olamiz? Bu to'g'risida fikrlashsak yaxshi. Eğer gapning hammasini mush adamga qo'yib beradigan bo'lsanglar qarindoshlar, hozirgidek qalayimqon chiqarib bizni mushuni har bir yo'lga silib etadi. Vazifa mushu bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Hurmatli Uyg'ur biz topidagi barliq vatandoshlar, qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Bugungi kuninglar xayrli bo'lsin. Hammanglar yaxshi turibsizlarmi? Tünügün Uyghur biz degan to'pada her şekilde, her mezmunda talaş tartışlar bo'lib ketdi. Bu gap so'zlar yana boshqa to'plarga berib, boshqa to'plardagi vatandoshlarimizningki bir qism qarindoshlarimizningki norozilik fikri bo'ldi. Balkim hammalarning xabari bor. Her bir eylenge, her taraftan telefon kelgan bo'ldi, ayrimxonaga uchur kelgan bo'ldi. Ba'zilar qo'shil bo'lgan bo'ldi, ba'zilar g'azablangan bo'ldi. Ba'zilar o'zininki to'g'ri fikrlarini dedi. Shunda har xil o'xshamaydi. Endi Uyg'ur biz degan to'pi hozir mening bilishimcha chet elda xili bir mashhur bir munozir qiladigan to'p bo'lib qoldi. Endi bizmi endi ba'zi bir so'zlarimizga azroq mas'uliyatchan qilayotgan so'zlarimiz vatandagi do'st birodarlarga bo'lsin, yozuvchilarimizga bo'lsin, shoirlarimizga bo'lsin, ularga ijobiy vaziyat yaratamdi yoki salbiy vaziyat yaratib qolamdi. Bunimi o'zimiz o'ylashimizga to'g'ri kelyapti. Masalan, hozir vatandagi Uyg'urlarimizning orasida hurmatga erishgan yozuvchilarimiz bor, shoirlarimiz bor. Shu vatandagi Uyg'ur xalqimiz qadrlayapti. Ya'ni xalq ichida tonilgan, xalq ichida Uyg'ur xalqimizning ichidagi qalbida bunday aytganda bir mashaldek ko'rinayotgan yozuvchilarimiz bor, shoirlarimiz bor. Ular shu vatandagi Uyg'urlarimizning orasidagi ashlarning yuragidagi tarozida baholanib, tatilib bo'lgan shoir va yozuvchilarimiz bor. Ularni biz hozir chet elda turib, ularga biz tanqid fikr yurgizsak,
u vatandagi xalqimizga biz u chog'da yuz kelolmaymiz. Ularning qalbini og'ritib qo'ygan bo'lamiz. Agar uni ma ishni yaxshi qilyapti, a ishni yaxshi qilyapti desak, chet eldagi bir qism Xitoyning g'alchilari bu uchurlarni yana Xitoyga yetkazib berdi. U yozuvchilarimizga, u shoirlarimizga yanada ziyonkashlik qildi. Sen chet elniki munda chet eldagi Uyg'urlar uchun sen mundaq bir vaziyatni yaratib beryapsan deb. Shunlashqa biz vatandagi yozuvchilarimiz bo'lamdi yoki shoirlarimiz bo'lamdi, ular fikr yurgizmiz desak, yana xalqimizga to'nilgan, vatandagi xalqimizga to'nilgan yozuvchilarimiz bo'lsin, shoirlarimiz bo'lsin, ularga biz chet elda turib fikr yurgazmayli. Fikr yurgazsak, top emas, o'zaro shaxsiy paranglatsak u bo'ladi. Shunday qilsak bo'ladi. Agar biz ular ustida biz fikr yurgizib, ularga ziyonkashlik qilsak ham bo'lmaydi. Vataniy xalqimizdan qalbini og'ritsak yana bo'lmaydi. Shunlashqa vatanniki shoirlarimiz bilan, yozuvchilarimiz bilan ularga fikr yurgazmoqchi bo'lsak, o'zimizni shu vatanning ichiga olib borib turib fikr yurgazsak, menimcha to'g'ri bo'ldi. Shunlashqa vatandagi yozuvchilarimiz bilan, shoirlarimiz bilan bular to'g'riliq talash tortish qilmayli. Shuninglar to'xtab qolgani yaxshi. Endi ma chet elda vatan davosiga aralashayotgan shaxsiylarimiz bor. Barmoq bilan sanasak, xalqimizga to'nilgan barmoq bilan sanasak, barmoqimiz bilan sanasak, jiq bo'lsa 20 ga bormaydi. Endi ikkinchi sapda qilayotgan odamlarni barmoqimizni sanasak, aram bir 50 dak chiqa. Shundaroq. Endi bularmi biz uyda o'tirib olib, sen ani qilmading, sen mani qilmading, sening qilayotgan ishing, ma ishing xato bo'ldi, a ishing xato bo'ldi deb. Ular hujum qilsak yana xato bo'ladi. Chunki ularni qo'ldan keladigan ishni qila oldi. Qila olgan ishni qila oldi. Qolgan ish uning qudratiga yetmadi. Albatta har bir odamningki kamchiligi bo'ladi, xatoligi bo'ladi. Hech qaysimiz bu Xitoy qarshi bu da'vo yo'lida biz maxsus bir oliy maktablarni o'qib yoki bir siyosiy maktablarni o'qib chiqib bu da'voni qilmadik. Xitoyda bo'lsa-chi, Xitoylar biz ma'lum bir shahriga boshliqlarni, ma'lum bir organlarga bir amaldorlarni bekitmoqchi bo'lsa, Xitoy oldi bilan o'zining partiya maktabida tarbiyalaydi. Uzun yil partiya maktabida tarbiyalab, uni Xitoy kommunist hokimiyatiga sodiqmi, sodiq emasmi deb uni nurg'un algakda o'tkazib ishiltadi. Ishiltib uning oxirida Nurbakirdek darajaga yetgan chog'da o'zini yana o'ltiraydi. Shunday. Ammo bizning chet elda-chi desak, Xitoy qarshi shu vatan da'vo yo'lida biz bundaq bir hech qaysimiz bir siyosiy maktabni o'qigan emas yoki shu da'voni qilish uchun bir maktabda o'qib bitganimiz yo'q. Xudo kichik bola o'xshab tantalab bir jihatdan ish qilib, bir jihatdan mengib, bir jihatdan ish qilib, bir jihatdan mengib, xudolik qarg'u odam tamni silab ketayotgandek, shunday shaklda aran shu ishlarni qilib ketyotdi. Shunlashqa chet elda shu qo'lda sanig'idek odamlar qo'ldan kelish ishni qila oldi, qilolmaydigan ishni qilolmadi. Ammo biz uyda o'tirib, sen ani qilmading, mani qilmading, oq bo'ldi, ko'k bo'ldi deb ularga tanqid qilsak, ular hammasi unda bo'lsa sen qila deb hech qaysi bu yo'lda bu ishni qilmay o'zining uyiga kirib, o'zining jahondachiligi, o'zining tijoratini bilan qilsa, biz ma topda o'tirganlar qaysimiz qilamiz? Maydimizni urib chiqib qildiganlar bormi? Yo'q. Mencha yo'q. Ammo biz hammaylar baho bera olamiz endi, baholay olamiz. Shunlashqa shu Xitoy qarshi millatimizga foydali bug'doydek bir ishni qilgan bo'lsa, shuni madadlaydigan. Agar u bir xato ish qilgan bo'lsa, uni sazoy qilib, chechidan so'rab, chiqib buni taloqa chiqib, urqaldak qilib olsak, to'xta, men bu ishni qilib etib, bir yerda xatolashib ketib qolsam, butun xalq meni dumbalaydi ekan, men bu ishni qilmayjim deb, hammamiz keyin orqa safga o'tib oladi. Shunlashqa biz oldingi safga ketayotgan shaxsiylarimizni ayab qolaylik. Her jihatdan ayab qolaylik. Albatta har xil xatoliklar bo'ladi, har xil savalliklarni o'tkazdi. U o'ziga hisob bu, o'ziga hisob. Ammo uning qilayotgan ortiqchiligi bizning millatimizga hisob deb bunday bir ko'z qarashda qarag'inimiz belki to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Shunlashqa shu millatimiz uchun bir ish qilaman deb oldida ketayotgan shaxsiylarimizni ularga hujum qildigan ishlarimizni biz qilmaganimiz yaxshi.
burunmi qilmadik, bundan keyin qilmaganimiz yaxshi. Agar u bir şey, masalan, shu tashkilot ishlarida oldida turib, birinchi saf turib ish qilayotganlar bo'lsa, uningga masalan bizning ba'zi bir ishlar ideyarimizdan o'tmay qolsa, ba'zi bir ishlarni aqlimiz qabul qilmay qolsa, ilmiy shaklda mening ko'z qarashim bunda bo'lsa yaxshi bo'ladi degan bunda bir ilmiy shaklda munozara bo'lsak, u yaxshi bo'ladi. Ammo u ilmiy shakldagi ko'z qarashimni ifodalayman deb uning shaxsiyligiga hujum qiladigan, uning shaxsiyatchiligiga hujum qiladigan, uni sesadigan, uni xalqqa sat ko'rsatadigan bundaq shaklda maydonga chiqsak, bu xato bo'lib qoladi bu. Bu mening ikkinchi fikrim. Endi ma chet eldagi yozuvchilarimiz bor, ancha-muncha sanoq bek oz bular endi. Yozuvchilarimiz bor, shoirlarimiz bor, chet eldan bor endi. Ularga endi norozilik fikrimiz bo'lsa, agar siz qaysi odamga norozilik fikringiz bo'lsa, shu odamdan shu Uyg'ur biz degan top akrayli, bevosita o'zimiz dialog shaklda yuzma-yuz sen bundaq misralarni xato yozding, asli bunday yozishing kerak, mencha bunday yozishimiz kerak deb bunda bir obzorchi bo'lsak-da, endi bunda bir so'zlashsak yaxshi bo'ladi. Ammo opchivoy chet ellik yozuvchilarimiz, chet ellik shoirlarimiz deb turib bir qaltak tutib olib, ya o'zim yozuvchi emas, ya o'zim shoir emas, chet ellik yozuvchilarimiz, chet ellik shoirlarimiz deb turib, ularni iyiblaydigan maydonga chiqib olsak, bu yana to'g'ri bo'lmaydi. Shunlashqa biz ishqilib mush Uyg'ur biz degan topdiki barliq vatandoshlarga mening tavsiyalarim nima deganda, bunday qilgan fikrlarimiz haqlar suyundigan, haqlarga ijobiy, boshqalarga ijobiy bir vaziyat yaratadigan bo'lsa, texmi yangiliklarni yaratadigan, yaxshi bir ideya, yaxshi bir fikrlarni o'tirib qo'yadigan shundaq bir top bo'lishini men umid qilaman, orzu qilaman. Albatta yillardan beri bu topda masalan hozir 2 yilga yaqin bo'lib qoldi. Nurg'un so'zlayotgan shaxsiylarimiz bor. Qo'ldan kelishicha shu millatga foydali bo'lsin deb nurg'un vaqtini chiqarib, nurg'un esil so'zlarni qilib keldi. Bularga ko'pdan ko'p rahmat. Albatta so'zlayotgan jarayonda yana so'zlab etib odamlar xatolashib ketib qoladi. Bu cho'ng masala emas. Ammo bir-birimizni eskartib tursak, bir-birimizni voy aka, voy ina, voy og'inam, magipon xato bo'lib qoldi, mencha bunday qilaylik deb turmishda do'stona shaklda qo'l tutishmasak, texim yaxshi bo'ladi. Tunugun hammaylar bir-birimizningki intonatsiyasi sal egizpas chiqib ketib qoldi. Ba'zi bir do'stlarimizningki shikri sal o'rlab ketib qoldi, qon besimi o'rlab ketib qoldi. Ba'zilar achchiq kelib, "Mushundaqmi bo'lamdi" deb to'plardan chiqib qoldi. Boshqa to'plarda anglaganlar, "Bu sizlarning to'pda nima ishlar bo'lib ketib deb ashuna inkoslar keldi. Endi bunday ishlar bo'lib turdi endi. Xudo avarayiga o'xshash ba'zida bulut, ba'zi yomg'ir, ba'zi shamol chiqqandek. Endi bundan keyingi ma'noda yo'nalishlarimizda imkon bor bir yaxshi bir havo, yaxshi bir atmosfera yaratsak demoqchi. Hammaga rahmat. Said Akram apanda söz qilgan vaqtlarida boshqalarni o'zlarichilik o'ylasizlar. Men bilgan, mencha aql boshqalardan bor deb o'ylasizlar. Men doim so'zlasam, boshqalarni mencha aql bor deb o'ylab so'zlayman. Ammo biroz chaqchaq aralashtiraman, mubolag'a qilib o'taman, o boshqa gap. Sening savollariga men javob berib bo'ldim. Deylik-ki, 4 qatim shu chet eldan borgan birisini 4 qatim Xitoyga olib anchan jina odamlar deylik. Savol so'ragan bo'lsa, aqli sog'lom chiqamdi. Sog'lom chiqmaydimi deylik. Ammo ular Uyg'urlar. Uyg'urlar kim o? Xitoy vatandoshi. Men tunagun dedim buni. Men-chi desam, men Türk vatandoshi Uyg'ur. Mening vatandoshligimda Xitoy vatandoshligi yo'q. Sizlar Xitoy vatandoshi. Said Akram apanda, sizlar Xitoy vatandoshi. Sizlar hozir ikkimiz Xitoyga borsak, sizlarga menga qilgan muomala sizlarga qilmaydi, sizlarga qilgan muomala menga qilmaydi. Nima ish kelasizlar? Qo'ysizlar chet elda qilgan harakatlarimizda. Sizlar Xitoy vatandoshi.
Sizlar Xitoy vatandaşlarına 3 adım deseler, ben müşterilerin qo'liqimni kesib, rasmini tartibimga tashlab beraman. Xitoy vatandaşlarına 3 adım deseler, qo'liqimni kesib, mushuni to'q tashlab beraman. Men-chi desam, 1980-yili 7-oyning 9-kuni, 1980-yili 7-oyning 9-kuni Turkiya Cumhuriyeti rasmiy gazetida mening vatandaşligim e'lon qilindi. Shu chaqda Turkiya Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministrligi Xitoy Xalq Cumhuriyeti Ankara buyuk elchiligiga mening asli Xitoy vatandaşlık pasportumni topshirib beraylik. Almanıma vatandaşlığını biz vatandaşlık aldık. Senin ve benim kanunlarımda qo'sh vatandaşlık bulmaganlık için ben bu vatandaşlığını qaytarib berdim, o'chirib etken. Biz qo'sh vatandaşlık tanımaymiz. Sen mi şu deb. Şunun için meningki resmi kanallarda mening Xitoy vatandaşlığım o'chirillik, nüfusum o'chirillik. Onun için ben yani Xitoycha qanda Uyg'ur ama yani ben Xitoycha qanda Huayi deb qo'ydik. Endi Xitoyning men uni e'tirof qilmayman Xitoycha. Huayi va jirin. Yani Uyg'ur ama Türk vatandaşı, Xitoy vatandaşı emas. Sizlar desa ikkimiz berib qolsak da o'tmang vatanga. Sizlar Xitoy vatandaşı, %100 Xitoy vatandaşı. Xitoy vatandaşlığına 3 agalları yok. Mening u yerda mushuning ishonganim bor bu bir. Ikkinchisi, menda aql bor. Bugun mushada qaysi sabablar bilan bo'lsin kirib mush gaplarni qilib saq chiqaradiganligimga men siyosiy aqlim yetiglik. Yetmaganlarni men to'sqan deb dunyoda so'zlagan so'zning ba'zilarini anlamabdi. Ben bu gapni dedim. Tursunni to'sqan men. Tursun azdi. Zaten o'zi bir mazdi. Allah rahmat qilsin, yaxshi odam. Bama desem unumay özgörünü özü qazı deb yozib to'sqan. O mendeki üstün siyasi seviye bulmaganlık için bağını toyab ağzından bulaq qo'ng'ida yumaloq olib qaytib keldi. Uqtiraladim-mi? Yani ikkinchisi deganlarning hammasi rost. Aşı gaplarni deganda vazifa oldimmi deblar. Vazifa oldim. Xitoy menga vazifa berdi. 42 yil chet elda turib, Xitoyning og'zi burnini qon qilib til haqorat bilan. Oxiri 1999-yil 4-oyda odamga o'g'lingga da nochvos qo'shin tatib kelsin degizgan men basam menga vazifa berdi. Menga vazifa bergan yerda men shuni qarab turib o'taman. Ey Erkin Sidiq, sen dunyoning eng muhim Xitoy uchun aytgan vaqtda eng muhim ma'lumotga egallanadigan NASA'da ishlab olsang, g'ittiqdan borsang, deganlarning hammasiga Xitoy yo'l qo'yib olsa, sendan menga kelgan Anchanjo'ning Xitoylar emas, Beijingda siyosiy, texnik Anchanjo'ning jasuslari kelib, sendan axborot so'ramamdi, senga vazifa topshirmamdi. Topshirdi. Ma'qul, topshirdi, ammo menga o'xshash qilsam, men nima qildim? Gap qilmadim. Unim degan bo'ldi, qilmaganlik, ma'qul deganlik bo'ldi. Chiqib oldim. Menga kelgandiki qanday bo'ldi? Mening qo'l telefonim bor, numerimni beraylik. Men 1998-yil 2-oyda ag'a 5000 riyalga 1300 Amerika dollari sotib olgan qo'l telefonimni bultur tashlab etdim. 22 yil ishlatdim. 22 yil ishlatdim. Shu telefonni bultur tashlab etdim. Shu telefonimning numerini bor, uy telefonining numerini bergandim. Qo'l telefonimga urmabdi. Nimishga? Qo'l telefonni ursak shu vaqtda endi odamlar bo'lsa, biz erkin so'zlashamaymiz, qo'rquvdi, taradduq qildi deb o'ylagan bo'lsa kerak. Xitoylar. Uyimga telefon qildi. Bir telefon qilganim men yo'q. 2 telefon qilganim men yo'q. 3 telefon qilgan vaqtida men batim, og'zimni buzib bir tilladim, bir kulib qo'ydi, telefonni qo'yib yotdim. Ikkinchi qatim telefon qilmadi. Menga vazifa berdi. Erkin Sidiq vazifa bermadimi? Vazifa bergan bo'lsa, menga o'xshash chiqib og'zini buzib tillab qo'ng'ini yuziga chapladimi? Çaplası ikinci katını demiş ki bade, ikinci katını vagan vazife tapşamadı, vazife vermedi mi, sual sormadı mı, suallara cevap vermedi mi, andak cevap verip Xitayını aldırdı mı, aldığı alamdı. Muş suallar aklımda tuğulup, andaki Erkin Sidiq'ni ben deginemedi. Bu muş ahvalda ben yana, muşunçilik delil ispatlarla söylesem, Erkin Sidiq'ni ah desen, kök demesen, oy, ben Erkin Sidiq'ni ah degenim yok. Erkin Sidiq'nin kılgallarını bilsen, anladın ki benim ah kök degenliğimi karadım. Hem de hazır Erkin Sidiq 4-5 yıl olib kaldı. Gap qilmadim, nima qilsang qila qo'y. Nimishga? O o'zicha mening mush yo'lim to'g'ri, men millatim, vatanimga mush yo'lda xizmat qilaman deb Xitoyninki bergan ijozat imkoniyatlar daxilida siz bergan chambarlar ichida vatanimga xizmat qilaman deb turib xiyonat qilyapti. O'zining qilgan xiyonatlarini bilib tursa-mu qilyapti. Ammo o yo'l etilgandan keyin o bizga o'xshash ko'ta endi men hammani tashib etib o'zimning jinimni baqaychi deyolmaydi. Chunki uning xamir turishida bir aqlliq bir imkoniyatları var, til bilidi, muhim shaxsiyat, shuhratlik. Bularni hamma tashkil etib bir bo'lon qilib o'tiramaydi. Shuning uchun qanday qildi? Hem o'zining ehtiyoji, hem dünya Uyg'ur quriltining Erkin Sidiq ehtiyoji bor. Yani qalimi bor, kuchi qalimi bor, inglizchasi bor.
Şunu bilen Dünya Uyghur Kurultayı'ya kirdi. Kirgen ki ben nima dedim? Endi boptu. Dünya Uyghur Kurultayı'nın ihtiyacı bolgan ekan, şunu işlesin dep Erkin Sıdık'ның arkadan gap qilishni to'xtatdim. Ama to'xtatdim degan jinoyatlarni unutib qoldi degan emas. Millatni unutmaydi, men unutmayman. Ama gap qilmadim. Tünögün ilişkinço degende gapdan gap kelip voleybolda pas kelganda mayada pas gap qoldi. Bir tema boshlandı. Boshlandı bu tema tugaydi. Bu yer bir temani maxsus boshlatolmaysan. Ma temani boshlataylik deb boshlatolmaymiz. Shu tema avtomatik bir temalar keladi, boshlanadi, tugaydi. O'chirman deb o'chirolmaysan. Qachon shu o'zi avtomatik biz o'chganda o'chadi o tema. Mushundaq gap. Voy, Said Akram efendi. Endi sizlarga haraq ichmaylar, men bilaman, sizlar imonli odam. Bulmasam haraq içib aldımı etegen qopab demek, tötse bir şey içib aldımı demekçidim. Muhammadcan Raşid'in xalqning qalbini o'rni olgan shoir ekan, ma'qulmi dey? Mas'ud Sabri Bayqo'zi kimning qalbidan o'rni olgan? Umi xalqning qalbini o'rni olgan emasmi? Umi Turanchida, Turkchida, Turanchida teha. Sizlar shu kishini islom ochgan, Xitoy qarshi Uyg'uristonning bir qismini qutqazgan Muhammad ibn Bug'rani chet elda 45 yil Uyg'ur millatining birdan bir lideri bo'lgan Aysa Yusuf Altekinni demagan haqoratlari qolmadi. Tilmagan tillari qolmadi. Mashki so'g'maga birisi xotinlik, birisi yangi saliq dey. Mas'ud Sabri Bayqo'zi g'uljilikdi-ku. Acaba uningga bir demadilar-ku? Qaysilar aslini voy. Nayt uzun so'zlablar, men aran anglab bo'ldim. Müslüman sözlerini anlap bulup pişman kılgan Uygurlar kançılıkta. İst anlamagan bolsamçı vaktimni ötküzüp dep. Quruq gap emas sizning gaplari. Mening gapim quruq emas. Nimishga bilammi? Men aql bilan so'zlayman, dalil bilan so'zlayman. Sizlar bu yerda Abdullah Tursun aqtidan, Erkin Sıdık ko'ktidan deylar. Bularningki nima degan bo'lsam, inson, ya'ni mush topdikilarning hech biri inkori mumkin bo'lmagan dalillar bilan dedim. Sizlar Mas'ud Sabri Bayqo'zi, Muhammad ibn Hazrat rahmatlik, Mas'ud Sabri Bayqo'zi rahmatlik, Aysa Yusuf Altekin rahmatlikdek liderlarimiz, haqiqiy liderlarimiz, millatga necha yillar xizmat qilgan liderlarimiz. Chet eldagi Saudiya Arabistonidagi Uyg'urlar uchun, o'sha Uyg'urlar asosan Saudiya Arabistonda, Turkiyada yo'q degidekda. Haqiqatan birdan bir liderimizga qarshi bu daraja dushmanlikka jasoratni, bu askilikni nereden aldılar? Kimden aldılar? Endi Xitoy ügetdi deb sizlarga meni degandek dey desam, undaq emas. Faqat saranlıqlarını aldılar. Jahalatlarını aldılar. Şatraqlıqlarını aldılar. Dünyada amal yo'q narsalar amal yo'q. Amal yo'qdan birisi heliqi esilib turadigan mushu qancha qismi bir yan topama, yana bir yak esilib oldigan mushundaq narsalarga amal yo'q. Jahil ilaqında qayılmaydigan adamlarga amal yo'q. Buningga amal yo'q. Men oldingi kundagi so'zimda siz degan gap so'zlaringizning hammasini qaytarib berdim o'zingizga. Birisiga gap qilmadingiz. Hozirim shu. Hozir mishadagi bir turkum chet eldagi ash 3 apandichilarni qo'llaydigan odamlarning hissiyatini, nemisini qo'zg'ash uchun magap so'zlarni ko'tarib chiqib da'vatsiz. Men emas, uni butun dunyodagi zo'r ko'pchilik Uyg'ur men bilan o'xshash ko'z qarashda. Ko'z qarashda emas, umi bir haqiqat. Siz haqiqatni so'zlagan bo'lsangiz, men bir haqni so'zladim. Shu Gomindan tarafdan tug'an, shu birinchi qatam o'lka raisi bo'lgan Mas'ud Sabiri Aşningdan boshlab Xitoylar shu qo'rchoq o'lka raislarini hozirgacha qo'yib kelyotdi. O'xshash tutgan yo'li. Hech qanday bir o'zgarish qilgani yo'q. Mushuni dedik. Hozirgi o'lka raislarini kim yaxshi ko'rdi, kim yaxshi ko'ryotdi? Buningga o'xshash masala deb davatimiz. Shu chaqda Sharq Turkiston Cumhuriyeti qurilgan, mayli qanchalik umr sursin. Buni dedim. Gapimga ega. Hamda Abdulhamid Tursunlarni siz Abdulhamid Tursunni Erkin Sıdık'ni yag urush orqali Dünya Uyg'ur Qurultayini yag uryapsiz dedim. Siz Dünya Uyg'ur Qurultayini qo'llaysiz, uning aktiv a'zolarini, maslahatchilarini Xitoyning jasusi, qonxo'r jallod deb ko'taryapsiz. Gapingiz to'g'rimi bo'lsin? Unda o'zi
Muşundaq nachar adamlar bor Dünya Uyg'ur qurultayini nima deb qo'llaysiz? Uning rahbari mush gap so'zlarni anglab, mush erkin siddiqning shundaligini bilib turib, o'zining qo'l ostida ishlatayotgan o rahbarlar nima bo'ldi? Bütün gapingiz yolg'on, oqisli bir orqa ko'rinish va bizning gap so'zlarimizni mashtaq taraflardan urman, pichaklashtirman, xunuklashtirman, e'tiborsizlashtirman deb tirishyapsiz. Biroq unda emas. U oltin çatqalning ichiga tushib ketsimi bir meynatchilikka tahorat xodiga tushib ketsimi parqirab turdi, chiqqan keyin vallahi faqiraydi u. Qolgan narsani ming atrofini yugab qo'ysangizmi isil narsalar bilan uning batbo'y purig'i o'zingiz hilqi ufkungiz singlingizni ko'tarib chiqqandek Aşının içinden çıkan batbo'ydak purab turdi. Bu puraqni mushu topdagi hamma qarindoshlar purayotidi. Gap qilmagan bilan purab dunyoni oldi hozir. Bütün toplarda bu munozara bo'lib, noroziliklar kelyotidi. Bu puraq bo'lgansir chiqadi. Mushundaq qilaversangiz bu dunyoda buni anandikin odamlar ko'mbetishga, yo'qotishga tirishidi. Boshqa ish bo'lmasligi mumkin. Bu yerdeki sizin Abdüveli'ni götürüp çıkış arkalık Dünya Uygur Kurultayını yo'qotmoqchi bo'layotganligingizni hammadan bildi. Bunuz Abdüveli'dek bir hiç çıkanda narsaga de bir e'tibor bo'lmagan o'tganki Qosim, Luqman Hakim o'zlarining yaqinlari bo'lgan üçünün o'ttirdiki det talash mushu topladi bo'lib ketdi. Buning hammadan aralashdi. Mushunda bir odamni hazır özü bir qolgan ilqi nurg'un odamlar saylangan adam Sharq Turkiston sürgün hükümetinin birini e'tirof qilmaysiz o Turkiyada tunugun chiqib hech qanday bir natijasi yo'q ya bir e'tiborga erishmagan to'rt odam bilan ayat qilib qolgan narsani Sharq Turkistonning Cumhuriyet raisi dejursiz buningki maqsad nima? Buni hammadan bildi. Bu sizning Dünya Uyg'ur Qurultayidan endi asta chekirayotganligingizning boshlanishi. Chunki sizning fe'lingiz mushundaq. O chaqda üç efendiler vatanda Uduludagi elida qurilgan Sharq Turkiston Cumhuriyeti liderleri, rahbarlari qaragan vaqtida xato qildimi deylik. Chunki hayot shularni qistab shu yerga olib keldi, bir xatoni qildi. Ammo o xatoni qilganga hammadan bakrak hayron bo'ladiganim Mas'ud Sabri Bayqo'zdek Turanchining aşı mavqada turganligi. İkincisi İslam Aşkan Mehmet Emin Hazretlerinin aşı mavqada turganligi. To'g'ri. Bir xato qildi deylik. Shunda xatolarni qildi, ko'rdik, tajriba qildik. Oxiri kelib bugungi kunda yana xato qilganlarni apo qilmizmi? Burungi ma'qul ashlar qildi bo'pti, ammo oxirida o'zlarining millat vatan qilgan xizmatlari bilan o'zining gunohini yudi. Kim o? Aysa Efendi. 45 yil chet elda Uyg'ur davosini bir kishi qildi. Faqatlan bir kishi qildi, ikkinchi kishi yo'q. Aysa Efendi. Özünün günahlarını bir hesapta juda. Bu derece hakaret kılılar. Şu tecrübelerini savak anmayıp durup hazır yeni şu hatanı kılıvatkan lani sile imayı kılıvatılar. Ben o ma hatanı kılıvatı desem ma imayı mı kısılar? Benim hata kılıvatıda bular değişimli düşmanla kılıvatılar. Kılıvatısılar. Bir-birimizden qaylı kılanmayımız demiş ki dese meydan meselesi. Sile turgan meydanlarda turgan müddetçe hakka köllerini jumular. Avvela haqni bilgani kelsa maydonlardan chiqib, men turgan maydonga kelsalar. Gap maydon masalasi. Gap maydon masalasi. Fuka, menda kibr yo'q, menda shutbozlik yo'q. Menda kibr yo'q, menda shutbozlik yo'q. Menda o'zimning to'g'ri deb bilganlarimga ishonganligim uchun to'g'riliqimni himoya qilish bor. Menda shutbozlik yo'q. Savam mening jutim, Maytava mening jutim, Shexova mening jutim, Qarmay mening jutim, Manasba mening jutim. Men mushalarda judim beqarab. Hamda qon jutlarim shu desa, pichanmi mening jutim, pichanning lukchimi mening jutim, turpanmi mening jutim, turpanning bag'rimi mening jutim, qashqami mening jutim, qashqa qo'g'ami mening jutim, qashqami mening jutim, qashqaning hazratmi mening jutim, otishmi mening jutim, ustini otishmi mening jutim, ustini otish iksaqmi mening jutim. Ya'ni men jutboz emas. Men yani mutakabbir, hakavar emas. O menga yarashmaydi. Ammo men to'g'ri deb bilgan bo'lg'achqa, mening to'g'rilarimni anqiramaganlarga qarshi, hey, sen anqiramaganga yetmagandek, menga qarshi, ya'ni ba'zi bir 10 so'zlaganlarga qarshi
Aqlingni ishlatgan. Mening bilganlarimni bilishing uchun mendek saviyada bo'lishing kerak dedim. Bu rost-ku. Bir inson rost bo'lsa, o'zini maqtasa, bu mutakabbirlik emas, bu hakavorlik emas. Men rost bo'lg'achqa o'zimni maqtayman. Ammo rost emas, yolg'ondan boshqalarga hakavorlik qiladigan, boshqalar yaratmaydigan o'zi puchak insonlar, mana bu mutakabbirlik, bu hakavorlik, bu cho'ngchilik, bu po'chilik. Menda yo'q u, menda yo'q. Agar men yutazlik qilib, o'lchiliklarga qarshi yutazlik qildim desam, o'lchiliklarga qarshi qaysi yutning vazligini qildim men. Yani men Qashqarlikman, ko'ta g'o'jliqim dedimmi? Men Turpanlikman, ko'ta g'o'jliqim dedimmi? Halbuki men bir umr shu g'o'jliqni xotin olmay deb ketgan odamman. Ikki narsaga pushmon bo'lgandim. Birisi g'o'jliqni xotin olmay, ikkinchisi g'o'jini ko'rolmay pushmon qilib ketib ketgan odamman. Endi ham mushtarak mumkin bo'lsa g'o'jini bir cho'kan olsam, g'o'jini bir ko'rib bir ay turib kelsam deyman. Endi shu mavzuga kirib ashni ko'tarib chiqish orqali manda qilyapsa zojim men gapni mishada to'xtatdim. U da'vo qilmadi. Da'vo qilmadi. Hozirgi qilayotgan uning da'vosi sizning og'zingizdan chiqayotgan gap shu. O bir Uyg'ur xalqining shu zimin şu Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti qurilganiga o'xshash, Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti qurilganda kommunist hokimiyat tatib oldi, ilmiy ishlatdi, besib oldi. O zimin bizning degan gapni bir qatim deb baxmidi. Gomindangning og'zidan chiqqanini dedi. Bizning xalqimiz sizga o'xshash shunday oz sondagilar oqqarni farq etmay muomala qilganligi uchun ahvol bugünkidek. Amerika irqiy qirg'inchilik qildi desimi, o'xshash izda to'xtab turayotgan da'vo deb atalgan bu kurash shu. Ham siz uni u yoq to'lg'isingizmi, bu yoq to'lg'isingizmi o'xshash xato qilmadi. Ular shuning o'xshash narsa xato qilmadi deganim jinoyat qildi desak bo'ladi. Men bilib turgan narsamni dedim. Siz bilmaydigan narsa ustida da'vatsiz, bir odamdan anglab qolgan gapni da'vatsiz. Men ko'rganimni, bilganimni da'vatma. Bu ikkisining farqi bor deysiz-ku davomliq. Buya kelgan chaqda maqsadingiz nima? Bilmadim. Shuning uchun buni men to'xtatdim. Mayli u yoqqa torting, mayli bu yoqqa torting. Amaliyat mushu bo'ladi. Assalomu alaykum. Mushtopdagi barliq do'stlar, qarindoshlar. Hammangizga mushvat xayrlik bo'lsin. Men mushtop qurilgan vaqtdan boshlab bu topda bor. Allah razı olsun, bir dostumuz akirib qo'yapti ekan. Shuningdek, mamnuniyatdan mushtopda bulayotgan paralni anglayman. Mümkün kadar kaçırmay. Hem anki munç bazı fikrimi katlaştırıp koyma. İş kılıp muştoptaki mutlak köpçülük dostlarımızla okşaş, ben bu toptan memnunum. Sebebi bu topta biz erken fikir kattık, oyluğunumuzun deydik, bilmegimizin soraydık, mülayiz kılattık. Xuddi bir dershanda paydalanıp, bilmegenini bililip, nazarlarımızı kengaytip, ama şunda kelgen. Yaxşı bir toptu. Endi ma yakınınızca bu topnunki yani biz niyet qilgan maqsad g'oyamizdan qiyib ketdik. Bo'labmış keyingi bir qancha burimi batı ama azdı. Mush keyingi bir qancha oydan buyon mushu bizning tariximizni, vatanimizning coğrafiyalik o'rnini, millatimizni, madaniyatimizni, sarxillarimizni va mushunga o'xshash millatimizning boyliqlarini inkor qildigan, chetga qildigan, xunuklaştırdigan Muşunda mezmunlar ve köpüp gitti. Bunun bazı toptaki bazı yaklaşık cahide dostlar vaxtda onun inkasını bildirip fikirlerini sözlep bunda kıymet stoğurt ağaladırıp gelgen bozu mu? Yani bu toxtuma oturdu. Edeni bu biraz edeni oylandırıp koydu ki bu hem de. Xuddi bu alaka medeniyetlarda Xitaylar bir siyasi pardon 50'li yılların ahırında. Xitaylar bir siyasi hareket kozgattı ki vatanimizde. Hem yakın bes sayraş barış güller teksir çalıştı. Hazır
şu top bulaqan munazara ve sohbetle bana şu hareketini eslatip koyatıdı. Hem muş top bana şu hareketinin ki xuddi kichikiltirilgan bir meydanda tuygu bo'ladi bana. Şu vaqtim şu Xitoy hukumatlari hamda bizning o'z millatni o'z ichimizda jilsirish, bir-birisining orasida gumon silish, dushmanlik urug'tirish, millatning sarxillarini jazolab o'tirib chiqib jazolash uchun mushta dadi, shodi, zavod, korxona, maktab, nima bo'lsa, adam to'plaqayla bo'lsa, musha yig'ib, kech-kechlab haqni safaryoqlar uxlatmay. Hamma qim bas sayraymiz, bütün günler tekşişirimiz deb mushta bir haqni sayritib ekan. Hazır bu topma bana acaba bu top şu meydanınki şu faaliyetlerine küçültülgen sahnesi mi degandek bir duygu beriyordu. Hatta bir yandan qarasa şu vaqt haqni qanday rag'batlantirgan bo'lsa, sayrashga, so'zlashga. Xuddi mishadimi, ashunda bir rag'batlantirayotgandek mushtabi hissiyat men kelyapti. Şunga mümkün bo'lsa meni fikrim bosh do'stlar deb aytib ketdi. Bu suhbatni bo'ldi qilsak. Çünkü buna aygı çıkmaydı. Aygı çıkmaydı. Aygı çıkan olsa bunun türgü aygı çıkan bulattı. Türgün bu topta cık dostlar kalı obdan fikir kıldı. Bulap mı Halis Efendi ve İsa'can. Bulap mı İsa'can'dan kalan gibi nahayet ihir gep. Endi aşı gep man kıldıgan bolsa ben derhallan bütün toptan çıkışettim. Kulağımını juyuplam. Hiç cemaatdan bu toptan çıkışettim. Endi aşında buluşu karamay. Bugün hiç şey olmadık. Hiç kandak bir gepsiz olmaganda gene karşı aynı fikir, aynı sohbet, aynı mezmun, aynı tema tekrarlanıyordu. Hikaka havlam çak öylep. Bazen degandek. Menimce buna aygı çıkmaydığa okşaydı. Bu sohbetini boldu kıldı dostlar. Ahırda ya oturda nemi çıktı, köngülsü çıktı. Birisinden. Menimce bu sohbetini boldu kılsak hem de. Neçe falan devam edip keldik ayrı çıkmadı. Bazı adamlar hain olmaydı ya hain bo'lishni xolamaydi ekan. Hem dinimizde bo'ladi. Sen meni yana keltirib ba'zanlar ko'ngillanishni xolamayman. Endi yana birisi shu maydonda ba'zi insonlar bor ekan. Ashaqnat maydon turaqsiz. Sen xol men xol deblan. Shunda bir narsaga ifoda bildigan chog'da ya şu o'ng taraf turib, o'ng tarafdan maydonni yaqalanglar, ya sol tarafdan maydonni yaqalanglar. Shuni o'zingizga shu to'g'ri tarafdan turib, birisini yaqalanglar. Elib o'tirda va sen xotam, men xotam shundaqda menda qimiz o'tirdi, bilib o'tirdilar, gap qilib. O qatgan gapon ya o'laqa ters gap qiladigan tanqid emas. Ya uning xushomat emas. Ya uning qarşılıqlarını qo'llab buzilmaydi. Bu mu bazı insanlar biraz gangres koydu iken. Muşda fikir veren kardeşlerime şu. Ya kollap keskin durup fikir kılanlar çünkü bu erken meydan hem de sözü hukuk var. Bunu Ahmet Hacı'nın doğumunu tekrarlaydı bu gapta. Bu mesela jim turanlar oturdu gilanlarga yapıp meydanın aniqlamaz qaytırıp durduğunu bilgilenmeydi. Ben de gapni qilib ben haqlımı gangrat bağlı. Ma'qul xo'sh Xudoyim qabanet. 2004 yılı Ürümçi Partiya Mektebi'nin o'qituvchisi bir xonim keldi. Chiroyli xonim ekan, maşallah. O mening singlimning do'sti ekan. Onasi Ramazondan burun hajga ketdi ekan. Makkaga ketdi ekan. Ramazonni tugatib, hajga yaqin qolganda o xotin keldi. O xotin ekan, cho'kan ekan. Yosh cho'kan. Shuning bilan ikkisi badavlatning takkisida turdi, alislar haj qilib ketdi. Men bozorlarga olib borib, oltin oldi, elishib berdim. Bachiralar cho'kan, maşallah, tabarakallah, adamning kuyab qolg'isi keladigan. Ürümçi Partiya Mektebi'nin o'qituvchisi ekan. Partiya Mektebi'de o'qigan kadr emas. Anlanglar. Partiya Mektebi'de o'qigan kadr emas. Partiya Mektebi'nin o'qituvchisi ekan, o'qituvchi. Men hozir unutib qoldim, chiq savol so'ragandim, nima o'qitibsizlar deb. Avvalo o'zi partiyani bilmaydi bu qizlar. Bu qizlar partiyani bilmaydi. Chunki, ya'ni Xitoyninki ko'lchaklarida sunniy holda boqqan qo'lilar qanchalik bo'ladi? Undan chiqqan uncha qanchalik bo'ladi? Bahraynning dengizlari qanchalik? O dengizdan chiqqan qo'lilar qanchalik sog'lom bo'ladi? Undan chiqqan uncha qancha sog'lom bo'ladi? Xuddi shunga o'xshashda Xitoyning tarbiyasida yarim yarti o'qiblam shu partiya maktabi deb
o'zichilik birmi bilmaydigan sahradan kelgan kommunist kadrlarga partiya darsi o'tadi ekan. Shu deganmi shu biz biladigan shu siyosatlarni. Hozir esimdan chiqib qoldimi deb nima deyishganlarimizni. Mushundaq mana. Shu chaqda men degandim. Men shu qonunga degandim. Men agar shu yerda kadr bo'lib qolsam, sizning qo'lingizda dars olmayman. Chunki men sizga dars beraman. Komünist partiyasiningki siyosati bir partiya a'zosiga beradigan darsda kommunizmningki tarafdorida sizga o'xshash ya'ni. Sizga o'xshash dars bersam, sizdan obdan berman deganim esimda bor. Mening bir qo'shnim bor, xotini Uyg'ur, 8 bolasi bor. O'zi turk. O saramga buni aşık qilib bu qiz bolaga. Shunday bir ish bo'lgan. Chiroyli qiz bola deb mashallah barakalloh. Uyg'urlarni Xudoyim chiroyli yaratgan. Ammo shu Xitoylar lazzat qilyapti. Allah. Musherga bir nihoyatda yuragim etishdi. Musherga yuragim etishdi. Biz endi aramizdagi illatning hammasini yo'shasak, Xitoy %589,698 biladi. Biz bilmaymiz. Biz zaten bilgenimiz 1000'de bir emas, 10,000'de bir emas, 100,000'de bir. Şu 100,000'de birini mi çıkarıp birbirimizni o'yg'otib, birbirimizni ma'lumotlantirmasak, hatto illatlarimizda ham ma'lumotsiz qolamiz, bilimsiz qolamiz. Bu chiroyliqa, sat esak jahil qolamiz, qarqosak qolamiz. Shuning uchun munozir maydonimiz Baxtiyor Nasir apandi degandek mas'uliyatchan bir munozir maydoni bo'lmasligi kerak. Mas'uliyatchan degan so'z nima? Uni har kim har xil tushunadi. Ya'ni men bir gap so'zlarim qilgan vaqtimda to'xtab tur. Bu gapni qilsam, menga bir xiyim xatar, dushmanlashish, bir ko'ngilsizlik, andin ki mendan boshqalarga, yaqinlarimga, anamga bir ko'ngilsizlik kelamdi. Bu yerda bir urushlar, majaralarga sabab bo'lamdim deb 8 o'lchab bir kesib so'zlagan degan bo'ldi. Mas'uliyatchanlik bu. Mening tushunishim. Boshqalar boshqa tushundi. O'cha qanday bo'ladi? So'zlagan olmaydi hech kim. Zaten so'zlagan kishi bu topda qancha? Chet eldagi vatan da'vosi qilayotganlarning birinchi saptada vatandosh da'vosi qilayotganlar sansak 20 ga boradi, bormoqdek bor. Ikkinchi qurdi, ikkinchi navbatda turib vatan da'vosi qilayotganlar sansak 50 ga boradi dedi Baxtiyor Nasir apandi. Mush topda so'zlayotgan kishi zaten badi 10 kishi. Agar mas'uliyatchan desak bir kishi so'zlaydi. O mushu men. Chunki mas'uliyatni bilgan. Qolganlar so'zlamaydi. Bizning topimizning bu daraja qimmatli bo'lishi mas'uliyatchan to'pligidan emas. Ma'lumotliq to'pligidan. O ma'lumotliq to'p erkin munoziradan keliglik. Har kim o'z aqlidagini ayimag'anlar tashlag'liq. Tashlagandan keyin tama ko'l bo'ladi deb ma'lumotga to'lgan, ma'lumotga ko'l bo'lgan bir munozira maydoni bo'lganligi uchun ham haqlar lazzat iliqliq. Bu gap so'zlar, bu ma'lumotlarga qimmat berganlar boshqa to'plarga yotganlar. Xitoyga bormamda zaten Xitoyda saqlab qolgan nimamiz borki, Xitoyda yushirib qolgan nimamiz borki. Shuning uchun men Baxtiyor Nasir apandek o'ylamayman. Mas'uliyatchan to'p emas, mas'uliyatchan to'p. Erkin munozira to'pi bo'lishi kerak. Uning uchun qo'yotgan erkin so'zlasin. Ama bir-birisiga qarshi dushmanlashadigan, haqiqatan qattiq ko'ngil og'irtadigan, haqorat qiladigan gap so'zni qilsa, bir-birisiga qismi xuddi Abdulla Tursun apandi o'xshash chiqarib o'tamiz, bir muddatdan keyin kirib qo'yamiz. Ama bu topdagi oltimizning birisiga qarta qilsa, masalan shaxsan menga qarta qilsa, men o'zimning tadbirimni o'zim olaman. Ya chiqarib o'taman, ya bo'lmasa uningga qarshi bir tadbirimni olaman. Mushundaq bo'lish kerak. Bo'lmasa, hozir Uyg'urlarning to'pi ozmi? Men birlam to'pda bor. Mening bilishimcha 500 to'p bor. Balki 5000 to'p bor. Nimishki Uyg'ur biz to'pini ana Uyg'ur ham bizning to'pimiz deydi. Ha, bu to'pga qimmat beraylik. Uyg'ur biz to'pimiz deb bizga alohida salom aytib, o'zininki ko'z qarashini so'zlaydi. Ko'z qarashi albatta rasmi yo'q. Ana Uyg'ur siyosatchi, manfaati nima bo'lsa shuni qarab so'zlaydi. Deganlar %100 to'g'rimi? Albatta o'zi biladi. Men chiqmaganda undaq emas, to'g'ri emas. 1966-yilni so'zladi. 1966-yili bu Osmonjon Savod 20 yosh vaqti, 19 yosh vaqti. 19 yosh vaqtidagi bir insonni qiziqqanlikda boshqacha muomala qildi Xitoyga va da'voga. Onun 30 yil keyin 50 yosh vaqtida boshqa muomala qildi, 60 yosh vaqtida boshqa muomala qildi. Shundaq gap. Abdug'ani apandi Bulg'aristondagi gaplarni angladim. Gaplarning oxiriga qiymati yo'q, oxirining keragi yo'q. Oldi tarafni deb beray. Agar men sizlarga o'xshash qo'ng'amni chiqib ketgan bo'lsam, ya ashiqlarni chiqarib o'tgan bo'lsam, bu topda sizlar mush gapni qilolmaydilar. Mush gapni qilish uchun
Mushu gapni qilish uchun. Aşı gapni o'ylash kerak. Shuni o'ylaydigan, andin mushu gapni qiladigan jasoratni mushu top sizlarga beraylik. Shuning uchun bu topning ismi Erkin top. Buning uchun tunaga men aytib qo'ydim. Nima dedim? Bek ulug' top Uyg'ur biz. Her temada so'zlaymiz. Aqling bilan so'zlasang, so'zingni cheklamaymiz. Uqtiraldimi? O manga qilgan haqoratmi deymi Aysaji apandininki? Bu haqorat tintig'i texmi eg'irlarini bizning cho'nglarimizga qilg'iliq Said Akram apandi va boshqalar. Bu haqoratlarga ko'taramasak, bu haqoratlarni agar bo'ptilar deb etmasak, bu topni boshqarmaymiz, bu topma o daraja qimmat bo'lmaydi. Bu topning qimmatligi muhimmi? Ya meningki shu haqoratlarga yuzi qilinlik qilib gap qilmasligi muhimmi? Ben bu topni altımızın içinde altımız sizga o'xshash. Shunday bir yani bir chambar ichida tutaylik deganda unutmadim. Ha, senin aqllarga unutmaganliging sababidan meni aqlimga ma'u keldi. Kelsin. Aqllarga kelsin. Sizning aqllari o darajalik bir kichik aql emas. İnsan aqli degan o'ylaydi. O'ylasin. Har o'ylagan rost emas. Har o'ylagan yolg'on emas. Kelaversin. Kelganlarni so'zlasizlar. Mana mushunday top. Akılları kelganda so'zlasizlar. Bunun hiçbir nebisi yok, zihni yok. So'zlasizlar. Mushu mushukchilik aqli yo'qlar jiqay bizning mush topdi bu.